Assalomu alaykum. Humoyun Ustovuz kanalini kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Chiroyli qilib yana bir navbatdagi fayzli xonadonga o'z ishimizni bitkazib, o'rnatib, yakuniga yetkazdik. Xonadon egalari albatta bizni aloqaga chaqirishib, telefon qilishib, biz bilan bog'lanishib, o'zlariga yoqqan fasondagi uzum tokni xonadonlariga, hovlilariga zakaz qilishganda, xudo xohlasa o'lchab ketib, mana 15 kun, 20 kun deganda olib kelib joylariga chiroyli qilib, ustanovkasini qilib bitkazdik. Aziz yurtdoshlar, albatta videolarimizni oxirigacha ko'rasizlar. Shunaqangi xonadoniga uzum tok, naveslar qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va bu uzum tokimiz qanaqangi metallarda yasaldi, kvadrat metri nech puldan yasaldi, mana shu firmalari nech metrdan tushdi, polni bu metalini qalinligi nechilik stenada bo'ldi, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, albatta kommentariyaga o'zlaringni qiziqtirgan bir savollar, fikrlar bo'lsa bemalol yozib qoldirib o'tishlaring mumkin. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar eniga 8 metr, uzunasiga 9,5 metr razmerda bo'ldi. Uzum tokimiz asosiy 100% shu profil metaldan yasaldi aziz yurtdoshlar. Mana shu ustunlari 8 ga 8 lik 1.7 lik stenali profilda bo'lgan va bu uzum tokimizni mana firmasi, mana shu 9,5 metrdan to'qilgan firmasi, tepa qismi 4 ga 4, past qismi 4 ga 2 profilda yasalgan. Va oralariga mana shu purutdan eshilgan, 10 lik purutdan eshilgan esgullarni qo'yib va yanada bir nimamiz, uzum tokimiz sifatli, chiroyli chiqishini hisobiga o'rtalariga mana ramashgacha tunuka gullardan qo'yib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va aziz yurtdoshlar, bu metali, bu uzum tokimizni hamma yo'g'i 1.7 lik stenali profildan foydalanilgan. Endi bu mana shu 8 metr holatga firmamiz shu 1.20 sm ga to'g'ri keldi. Mana shu firmalarning profillarida hisobini chiqarib olganda va mana shu shadalari tepadagi qismi har birining orasi 52 sm dan to'g'ri keldi. Bu holat aziz yurtdoshlar, bemalol xonadon egalari xohlasa uzum chiqarib, uzum tok chiqarib foydalanish mumkin. Xohlagan paytda, xohlagan razmerda, xohlagan joyini tunuka bilan yoki leksan bilan qatirib, xonadon mana shu hovli salqin bo'lishining hisobiga bemalol foydalanish mumkin. Mana shu tunuka naves holatiga moslab tayyor holatga olib kelib qo'ydik. Kraskalarini sepib, albatta gruntovkalari bilan mokriy asfalt svetda kraskalab, chiroyli qilib mana bir tomoni mana shu polniy kozirokni shiferning ustiga tushdi. Uzun qalin profil tashlab, yuk bir xil tushishi hisobiga shuni ustiga terib, bu yog'iga mana firma tashlab, shunga terib chiqarib berilgan. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar shu o'rtacha variantda bo'ldi. 1 kvadrat metr 220 ming so'mdan bo'ldi. Albatta mana shu joyimiz shu 15 ming atrofida bityapti va hozirgi kunda uzum toklarimizni kvadrat metr aziz yurtdoshlar 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha albatta xonadon egalari bilan kelishilgan holda, har birini qanaqa yasalishi bo'yicha ma'lumotini berib, maslahatlashgan holda chiroyli qilib tayyorlab ustanovkalarini qilib berib kelyapmiz. Albatta bu 220 ming so'mlik varianti, 150 ming so'mdan aziz yurtdoshlar 200 ming so'mgacha turbadan yasalyapti. 200 mingdan 250 minggacha profilda qalin yuqaligiga qarab, fasoniga qarab kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz va bir xil yurtdoshlarimiz polni navesi bilan qilib yuboryapti, tunuka yoki leksani bilan. Tunuka qatirib mana shu holatga shumkali qilib qilinsa 330 ming so'm. Albatta leksanli variantda lazerni qilib naveslar qilinsa 450 ming, 500 ming, 550 ming so'mgacha albatta kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, shunaqangi sifatli ish qildirishni niyatda yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, eng muhimi, asosiy narsasi dogovorda kelishilgan materiallarni 100% qo'yilgan holatda olib kelib
aytilgan manzilga, zakaz qilingan manzilga ustanovkalarini qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.